Max Beton and korxonamizda navbatdagi maxsus temir qoliplarimiz tayyor bo'ldi. Maxsus temir qoliplarimiz G-образный latoklar deydi. G-образный o'zini go'st nomeri bor. 1230 1530 deydi. G-образный latoklar qayerlarda foydalaniladi? Asosan fermerlarda, fermer xo'jaliklarida suvni tejash maqsadida qo'yiladi bu latoklar. Bu latoklar bo'yiga nisbatan katta, eniga ham nisbatan 3 metrgacha cho'zilib, balandligi ham katta bo'lishi mumkin. Hozir davlatimizda prezidentimizning miqyosida suvni tejashga e'tibor qaratilgan vaqtda hozir bu juda talabchan bo'lib boryapti bu qoliplarimiz. Sababi suvni poteryasini oldini oladi. Oldin zbroslar oldin oddiy bo'lgan, ariq holatda bo'lgan suvlar ko'pi yo'qoladi. Bunda hozir suvni saqlashni oldini oladi. Xo'p, maxsus temir qoliplarimiz. Buni og'irligini hali o'lchamadik. Og'irligini alohida video davomida qo'yib qo'yamiz. Buni keyin bundan ishlab chiqaradigan mahsulotimizni ham qo'yib qo'yamiz. Endi bu G-образный latogimizni ishlab chiqarish jarayonlari bizda yo'q. Biz asosan maxsus temir qoliplar ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Xo'p, Vibrastol mijozimiz buyurtmasi asosida qilindi bu. Hozir buni ustiga qo'yib yurgizib ko'ramiz. Qani, boshladik. Degan chiqish kerakmi unda? Ketib bosib o'raymiz. Ha. Yo Alloh kerak. Men chiqyapman, ha. Qo'q ketmasa tezda o'chirasizmi? Bismillah. Vashi. Qo'ying. Bo'ldi. Ichayim g'aldiratib yubordi.